Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'char va ko'chmas bloklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz hamda ularning ishlashini amaliy yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Laboratoriya ishimizni boshlashdan oldin nazariy qism bilan qisqacha tanishib o'tsak. Asosan bloklar bu og'irlikni ko'tarish yoki kuch yo'nalishini o'zgartirish uchun ishlatiladigan oddiy mexanizmlar hisoblanadi. Ular asosan ikki turga bo'linadi: ko'chmas bloklar va ko'char bloklar. Mana bu rasmga qaraydigan bo'lsak, yuk bilan birga harakat qiladigan bloklar ko'char bloklar deyiladi. Harakatlanmay, joyida qo'zg'almay turadigan bloklar esa ko'chmas blok deyiladi. Ko'chmas blok va ko'char bloklarning farqi. Ko'chmas blok o'qi bir joyda mahkam, birikkan va harakatlanmaydi. Ko'char blok esa o'qi erkin harakatlanadi, yuk bilan birga ko'tariladi. Vazifasi: ko'chmas blokning vazifasi kuch yo'nalishini o'zgartirishdan iborat. Ko'char blokning vazifasi esa kerakli kuchni kamaytirishdan iborat. Ko'chmas blokda mexanik foyda yo'q. Ko'char blok esa mexanik foydasi 2 barobar ko'p bo'ladi. Masalan, formulasi: ko'chmas blokda demak og'irlik kuchidan demak yutuq yo'q. Bular o'zaro teng bo'ladi. 100 newtonni ko'tarish uchun 100 newton kuch talab etiladi. Ko'char blokda esa 100 newton yukni ko'tarish uchun 50 newton kuch bizga yetarli hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, biz bloklarni ikki xil holatda joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu birinchi holatda bitta ipga bog'langan bir nechta ko'chmas va ko'char bloklar tasvirlangan. Quyidagi formulada hisoblanadi. Ikkinchi bloklar sistemamizda esa har bir blokimiz alohida ipga bog'langan. 3 ta ko'char blok bo'ladigan bo'lsa, 3 ta ko'char blok 3 ta ipga alohida bog'langan. Buning samarasi bu holatga nisbatan yuqoriroq. Agar mana bu 200 newton kuch bo'ladigan bo'lsa, 200 newton yuk bo'ladigan bo'lsa, biz uni 3 ta ko'char blokni ushbu sistema holatida joylashtirib ko'taradigan bo'lsak, 200 newtonni ko'tarish uchun bizda 3 ta ko'char blok yordamida 33 newton kuch kerak bo'ladi. Agar mana bu holatda joylashtiradigan bo'lsak, u yukni ko'tarish uchun 25 newton yetarli hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, nazariy qismni savol-javob ko'rinishida davom ettirsak. Birinchi savol: agar ko'char blok 2 barobar kuch kamaytirsa, nega u energiya tejamkor deb hisoblanmaydi? Endi ko'rib turibmiz, ko'char bloklar kuchdan yutuq beryapti bizga. Bitta ko'char blok 2 marta yutuq beryapti. Ikkita ko'char blok 4 marta yutuq beryapti. Nega u agar shunday kuchli yutayotgan bo'lsa, energiya bermaydi? Energiya tejamkor deb hisoblanmaydi? Buning javobi oddiy. Javobga qaraydigan bo'lsak, biz bajargan ishimiz kuch va masofani ko'paytmasi orqali topiladi. Kuchni masofaga ko'paytiradigan bo'lsak, biz ish bajaramiz. 100 newton yukni 1 metrga ko'tarish uchun biz 100 joule ish bajarishimiz kerak bo'ladi. Endi siz 50 newton kuch bilan tortsangiz, 2 metr arqon tortishingiz kerak bo'ladi. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, demak, baribir 100 joule bo'ladi. Bu yerda energiyaning saqlanish qonuni bo'ladi. Ko'chmas blok mexanik foyda bermasa, nega u hali ham keng qo'llaniladi? Ushbu qiziq savollarga albatta javob berishimiz kerak bo'ladi. Ko'chmas blok. Mana bu sistemamizda, mana bu yerda ko'chmas blok mana tepadagilar. Biz hozir yig'ib qo'ydik. Kuch yo'nalishini o'zgartirishdan iborat. Uchinchi savol: kosmosda bloklar tizimi ishlaydimi? Vakuumda, jismning og'irligi yo'q bo'lgan holatda bloklar tizimi ishlaydimi? Bunga ha deb javob beramiz. Lekin faqat inersiyani yengish uchun ishlatiladi, ishlaydi. Ya'ni bunda og'irlikni yengish uchun emas, inersiyani yengish uchun. Jismning massasi kosmosda bo'ladimi? Yoki bo'lmasam biror bir muhitda bo'ladimi? U massaligicha, inersiyaligicha qoladi. Lekin og'irligi kosmosda yo'qoladi. Chunki yerning tortish kuchlari unga ta'sir qilmaydi. Bloklar tizimi demak o'sha inersiyani hisoblashga, inersiyani yengish uchun ishlaydi xolos. 4-savol: agar men cheksiz bloklar tizim yasasam, tasavvur qiling, 1 newton kuch bilan yerni ko'tara olamanmi? Bunga nazariyada, demak, nazariy yo'l bilan imkoniyati bor, lekin amaliyotda yo'q. Buning sababi
cheksiz blok, cheksiz og'irlik, hajm va ishqalanishni talab etadi. Hamda bu cheksiz bloklarni birlashtirish uchun esa cheksiz uzunlikdagi arqon kerak bo'ladi. Masalan, yerni 1 metr ko'tarish uchun kosmik masofalardagi arqonimiz kerak bo'ladi. Kosmik materiallarning mustahkamlik chegarasi buni amalga oshirishga imkon bermaydi. Foydalanadigan arqonlarimiz ham, eng pishiq arqonlarimiz ham yerni ko'tarishda foydalanishga yaramaydi. Keyingi savol: agar men 100 kilogramm yukni ko'tarish uchun 4 blokli tizimdan foydalansam, yuk 10 metr ko'tarilsa, nega men 40 metr arqon tortishim kerak bo'ladi? Jism 10 metr ko'tarilsa, men nega 40 metr arqon tortishim kerak? 10 metr ko'tarilish uchun 10 metr arqon tortishim kerak emasmidi? Bunga ham energiyaning va mexanikaning oltin qoidalari javob beradi. Keyingi savolimiz: bloklar tizimida qaysi blok, qaysi ko'char blok, qaysi ko'chmas blokligini adashmaslikdan qanday yo'l bilan topish mumkin? Buni boshida aytganimizdek, topishning yo'llari jism bilan birga harakatlanadi. Qarang, mana bu yuk, bu ko'char blok, bu ko'chmas blok. Men hozir mana bu yukni qarang, qimirlatasam, mana yuk pastga tushyapti. Yuk bilan birga bu blok ham harakatlanyapti. Bu blogimiz ko'chmas blok bo'lganligi uchun joyidan qo'zg'almasdan turibdi. Mana ko'ryapmiz-a? Demak, ko'char blok yuk bilan birga ko'chadi. Ko'chmas blok esa kuchini yo'nalishini o'zgartirib joyida turadi. Hurmatli aziz o'quvchilar, endi sizlarga quyidagi savollarni taqdim etamiz. Bu sizlarga bilimlaringizni mustahkamlash uchun sabab bo'ladi. Birinchi savol: agar siz yerdan oyga ko'chmas blok olib chiqib, u yerda foydalansangiz, uning foydalanish koeffitsiyenti oshadimi yoki kamayadimi? Tasavvur qiling, mana shu ko'char blok, mana shu sistemani shu holatda oyga olib bordik. Shunda buning samarasi, foydalanish koeffitsiyenti oshadimi, kamayadimi? Javoblaringizni kutamiz. Ikkinchi savol: nega ko'char blokda tortish kuchi kamaymaydi, lekin biz yukni ko'proq yengillatamiz? Uchinchi savol: Misr piramidalarini qurishda odamlar nega ko'char bloklardan ko'ra ko'chmas bloklarni afzal ko'rgan? Tarixiy manbalarga keltirilishicha, mana bu ko'chmas bloklar yordamida Misr piramidalarida qurishda foydalangan. Lekin mana bu ko'char blokning foydasi bizga ko'proq tegmayaptimi? Arximed, buyuk olim, menga tayanch bering, men yerni siljitaman degan. Agar u haqiqatdan ko'char bloklardan foydalansa, unga qancha uzun arqon va nechta blok kerak bo'lar edi? Bularni matematik javoblarini va sizlarning javoblaringizni kutib qolaman. Hurmatli o'quvchilar, bugungi ko'char va ko'chmas bloklarga umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ko'chmas blok yo'nalishni o'zgartiradi, kuchini kamaytirmaydi. Ko'char blok kuchini kamaytiradi, ammo arqon uzunligi ortadi. Bloklar tizimi mexanik foydani oshirish imkonini beradi, lekin energiyani saqlash qonuni ishlaydi. Har bir qo'shimcha blok yukni ko'tarishni osonlashtiradi, lekin masofani orttiradi. Kichik yuk bilan katta yukni ko'tarish bu bloklar orqali amalga oshiriladi. Bloklar energiyani yo'q qilmaydi, balki uni kuch va masofa o'rtasida taqsimlaydi. Ishqalanish haqiqiy hayotda muhim omil hisoblanadi. Ideal formula orqali nazariyada. Endi bizda hozirgi formulalarimizda mana bu bloklarning ishqalanishi, blokning og'irliklarini biz 0 deb ketyapmiz. Agar bularni ham hisobga oladigan bo'lsak, bizda ideal yoki real, haqiqiy matematik hisoblashlar kelib chiqadi. Murakkab tizimlar ham oddiy tamoyillarga asoslanadi. Energiya saqlanishi va kuch momenti tufayli. Bu mexanizmlar blok, richak, pona, chig'iriq, bularning barchasi oddiy mexanizmlar hisoblanadi. Bularning vazifasi energiyani emas, kuchni va masofani taqsimlashdan iborat. Qanchalik kuch kamaysa, shunchalik masofa ortadi. Bu tabiatning qonuni hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, biz ushbu tajribani amalga oshirish uchun hamda taqdimotimizga kerakli ma'lumotlarni ushbu adabiyotlardan oldik. Sizlarga ham ushbu adabiyotlardan yana qo'shimcha ma'lumotlar, boshqa qiziqarli tajribalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi amaliy qismiga o'tamiz va tajribada ko'ramiz. Bizga shtativ kerak bo'ladi, hamda bloklar sistemasi kerak bo'ladi. Hamda bizga massasi ma'lum bo'lgan yuklar kerak bo'ladi. Mana hozir bu yuklarni biz
hisoblab ko'ramiz. Demak, birinchi yukimiz, mana bu yuk tutqichi bilan birgalikda 100 grammni tashkil etdi. Endi tajribani amalga oshiramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana o'zi 100 grammga teng tutqichi bilan birga, keyin unga mana 9 ta 100 grammlik tosh qo'shdik. Mana bunday 100 grammlik toshlarni 9 ta qo'shdik. Bular hammasi birgalikda esa 1000 gramm, 1 kilogramm bo'ldi. Ko'rib turibsiz, mana bu yuk mana shu 1 kilogramm toshni ko'tarib turibdi. 1 kilogramm toshni mana bu yuk ko'tarib turibdi. Endi bu yukning massasini ko'raylik. Bu yukimizda. Demak, mana bu tutqichi bilan birgalikda 100 gramm, 100 grammga ustidan yana 100 gramm tosh qo'shdim va 20 grammlik kichik toshni qo'yapman. Agar men qo'ymasam bu toshni, mana bu yuklarimiz mana muvozanatda turadi. 200 grammlik tosh bilan biz 1 kilogramm toshni ko'tarib turibmiz. Bu yerda 3 ta ko'char blokdan foydalanyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, biz mana bu formuladan foydalana olmaymiz. Chunki bular bitta ipga bog'langan sistemalarni tashkil etyapti. Biz mana bu formuladan foydalana olmaymiz. Biz hozir mana bu formuladan foydalanamiz. Hozir 3 ta ko'char blogimizdan qancha yuk olishimiz kerak edi? Hurmatli o'quvchilar, mana biz hisoblab oldik. 1 kilogramm muvozanatda ushlab turish uchun bizga 166,6 newton kuch kerak bo'ladi. Lekin bizda mana bu yerda hozir 200 grammlik tosh bilan 1 kilogrammlik toshni, 1000 grammlik toshni muvozanatda ushlab turibmiz. Buning sababi nega 166,6 bo'lmayapti? Og'irligini 0 deb, iplarning orasida ishqalanish kuchini yo'q deb tasavvur qilganimizda, hozir bizga mana shu 166,6 newtonga ega bo'lgan og'irlik bilan 1 kilogramm yukni bemalol ko'tarsak bo'lar edi. Hozir bunga ozgina yuk qo'shadigan bo'lsak, bu bemalol 1 kilogramm yukni ko'tarib ketadi. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bizning sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan ko'char va ko'chmas bloklar mavzuimiz yakuniga yetdi. Qiziqarli savollarga esa javobni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.